Ashcha savolga javob berish kerakmi? Aytaveringmi? Yaqinlarimiz stressga tushsa, qo'ynini ko'taraman, aylantirishga boraman. Yaxshi kafega. Yaqinim senmisan? Erkak kishi stressga tushsa, yaqinimiz bo'lsa pul beramiz. Ayol kishi bo'lsa, dalda berib pateshga qilamiz. Borib, menga 500 ming pul tashlab bor. Bir yarisi qilgan deb tashlayman. Yaqinim stressga tushsa, unga Instagramdan reels tashlayman. Kamron, yaxshimisan? Qo'shilganmi? Yugurishga o'rgataman. Yuguramiz marafon. Bag'rimga bosib qo'yaman. Yaqiningiz stressga tushsa nima qilasiz? O'lib ketdingiz, boshqa nima deysiz? Please no! No! Qo'shilishib stressga tushsam kerak. Hozir stressga tushmayman, chunki sport bilan shug'ullanaman. Yaqiningizga stressga tushganda eng yaxshi yechim bu stress. Aytgancha, siz ushbu holatda nima qilgan bo'lardingiz?